Assalomu alaykum biznesmenlar. Men hozir sizlarga rivojlansa rivojlanadigan, lekin o'lmaydigan biznes haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'rib turganlaringizdek, bir martalik qog'oz salfetkalar ishlab chiqarish biznesi. Ushbu uskunamiz YS200 model hisoblanadi. Uskuna haqida men sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Uskunaga birinchi seriya qo'yiladi, ya'ni xomashyomiz. Undan keyin uskunaga naqsh bosqichmi. Bu qismda siz o'zingiz xohlagan naqshni chiqarishingiz mumkin. Bu sizning talabingizga binoan o'zgartira olamiz. Ya'ni agar siz o'zingizning brendingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz, brendingizni yozib beramiz. Keyingi qismi dazmollash va kesish qismi hisoblanadi. Uskunamiz elektron sanaydi. Ya'ni siz nechtada upakovka qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha sondagi salfetkani yuqoriga chiqazib qo'yadi. Ko'rib turganingizdek, 50 ta qilmoqchi bo'lsangiz 50-chini, 100 ta qilmoqchi bo'lsangiz 100-salfetkani yuqoriga chiqarib qo'yadi. Agar sizda ham ushbu biznesga qiziqish bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz uskunangizni uyingizgacha olib borib, ishlatib, o'rnatib beramiz.